Bu ko'rnamakka yaxshi gapirsa taltayib ketarkan. Endi o'zidan ko'rsin. Xullas, gapni eshit. Shu kecha, yo'q. 2 soat ichida 100 ming topib kelib mana shu stol ustiga tashlaysan. Nima? Menda buncha pul yo'q. Yo'q ey. Volga mingan yigitning gulida 100 ming bo'lmaydimi? Hamma pullarim abarotda. Nega ishonmaysiz axir? Ko'rdimki, bosim o'z ta'sirini o'tkazmay qolmayapti. Semyonning peshonasini ter bosib, ko'zlaridan yosh sizib chiqa boshladi. Pul bunaqalarning joniday gapdi. O'yladim o'zimcha. O'sha jonni sug'urib olish esa shu topda mening gardanimda. Bir boyvachcha haromxo'rdan pul undira olmasam, Aleksandrning oldida nima degan odam bo'laman? Mayli. Davom etdim bosiqlik bilan. O'zingda bo'lmasa, mana bu qiz o'rtoqlaringdan olarsan. Yo, bular senga qarz bermaydimi? Bular endi ish boshlashyapti, dedi Semyon qaqshab. Unaqangi katta pul yo'q bizlarda. Iltimos, bizga ruxsat bering, ketaylik. Roziman. Ikkala uyingizga ham 1000 dan to'layman. Himmating baland-ku, kuldim Davidga qarab. Endi bizga bunaqa mayda-chuyda gaplardan gapirma. O'sha pulinggachi bir joyingni artgin. Bizga aytilgan pullarni keltirib ber. Yo'q, uncha pul menda. Qaysarlik bilan eski gapini takrorladi Semyon. Yo'q degin. Agar shu ahvolda o'tiraversang, bo'yningga tag'in otning kallasiday qo'shimcha qarzni ilib qo'yaman. Semyon javob bermadi. Titragan qo'llari bilan cho'ntagidan sigaret chiqarib tutatdi-da, cho'zib tortdi. Eshitdingmi gaplarni, David? Hamrohimga o'girilib so'radim. Bir urib abjag'ini chiqaraymi bu kalon dimog'ni? David, abjag'ini chiqarishga ulgurasan, dedim shishadagi qo'lbola aroqdan piyolaga to'ldirib quyib. Menga qara, David. Buncha puling bo'lmasa, xotiningni o'rtaga qo'yishing mumkin. Mendan senga yordam. Hamiyatiga tega boshladim uning. Yoshgina singilchasi ham bor. Gap qo'shib qo'ydi David. Xotinini 1-2 ko'rganman. Qomati vo. Bratvalarning ko'zi tushsa bormi? Singlisi ham 16 ga to'ldi, adashmasam. Juda yaxshi bo'pti-da, dedim kerishib. Lekin bu yigitning guli ham yomon emasga o'xshaydi, dedim Davidga yuzlanib. Qara, do'mboqqina yigit. Bratvalarga aytsak, avval o'zini tramvayga qo'sharmidi? Bu gapim hammasidan o'tib tushdi. Hojasining nomusini astoydil himoya qilishga otlangan ikki yigit xezlangancha menga yaqinlashishdi. David esa shay turgandi. Epchillik bilan yigitlar qarshisida paydo bo'lib, birining boshiga to'pponcha, ikkinchisining tomog'iga pichoq tiradi. O'ynashmalaring. Ularni ogohlantirdim. Hech narsa bo'lmagandek stol ustidagi go'shtni qo'limga olib kavsharkanman. Kuyib qolasanlar. Kuysang yuzingda bir umr dog' qoladi. Hozir bularni, David lablari asabiy titrab, chaptagisining tomog'iga tig'ini mahkamroq qadadi. Oyog'ini osmondan qilib, chotini yirtib tashlayman. Endi xotining va singlingga kelsak, Semyonga o'girilib, chala qolgan gapimni davom ettirdim. Ularni ham bratvalarning qo'yniga tiqamiz. Ishonaver, o'sha kuniyoq sen bilan ajrashadi xotining. Negaki bratvalar senga o'xshagan hezimkash emas. Singlingni bo'lsa xizmatkor qilib olishadi. Har holda ko'pchilikning ko'nglini ovlash ham savob. Haqoratni ham chegarasi bor. Semyonning ovozi battar titrab chiqdi. Undan ko'ra o'ldirib yubora qolinglar. O'ldirish qochmaydi, dedim unga. Sen o'lib ketsang, xotining, singling, boshqa qarindoshlaringchi? Ularni qayerga ko'mamiz? Qabriston ham cho'zma emaski, istalgancha joy topaversak. Sherigingizga ayting, bizni tinch qo'ysin.
Kutilmaganda boshiga to'pponcha tiralgan yigit shang'illadi. Sen bola juda mahmadona ekansan-ku, a? O'rnimdan turdimda to'pponchani nari surib yigitning sochini changalladim. Bu gaping uchun shaxsan sen va manavimish hamtovog'ing 20 ming naqd qo'limga topshirasanlar. Ahmog'ing yo'q. Bo'sh kelmadi yigit. Biz ham ko'cha ko'rganmiz. O, shunaqami? Darhol Davidga ko'z qisib imo qildim. David chaqqonlik bilan yigitlarga birin-ketin zarba berdi. Soniyalar ichida ular oldinma-ketin ixragancha enkayib qolishdi. Xo'sh, gapimga endi tushundilaringmi, qari qizlar? Masxarali ohangda savol tashladim yigitlarga. Senlardan so'rayapman. Ular baravariga bosh irg'ashdi. Bu boshqa gap. Ana endi Semyon sen gapir. Shartim tushunarli bo'ldimi yoki boshqatdan boshlaymi? Meni ham bitta shartim bor. Sal dadillashib tilga kirdi Semyon. Nima? Bu gapni eshitgan David bir sakrab uning tepasida hozir bo'ldi. Qanjiq, kimga shart qo'yayotganingni bilasanmi? Qo'y. Sharti bo'lsa aytsin, dedim Davidga. Ayt, nima sharting bor? Sheriklarimdan pul olmaysizlar. Nega? Ular endi oyoqqa turishyapti. Buning menga umuman qizig'i yo'q. Senlar o'zlaringga hukm o'qib bo'ldilaring. Gapni shunday cho'zaversang, bundan ham battar ahvolga solaman senlarni. Iltimos, ulardan pul olmang. Mayli, men aytganingizni olib kelaman. Faqat yigitlarni tinch qo'ying. Ular ham aytilgan pullarni olib kelishadi. Kelgusida uchoving ham shaxsan menga ulush berib turasan. Mayli, evaziga senlarni begonalardan himoya qilaman. Qani, bo'l tez. Uyingga bor. Sen bilan birga David ham boradi. Yo'q, o'zim borib kelaman. Sheriklarim uchun ham o'zim pul olib kelaman. Sen juda mehribon ustoz ekansan unda, dedim Semyonning yelkasiga qoqib. Haqiqiy yigitning guli shunday bo'lishi kerak. To'g'rimi, David? Men baribir norozi bo'lib beryapman. To'ng'illab asta o'rnidan qo'zg'aldi Semyon. Nega endi? Bu gapidan jahlim battar qo'zg'ab uning yo'lini to'sdim. Akalaringga ya? Chunki bu pullarni menga senlar emas, Xudo bergan. Xudo beradi ham, oladi ham. Shuni bilmasmiding? Nima? Siz xudomisiz? Yo'q, albatta. Men Xudo bergan pullarni shilib bir me'yorga keltirib turadigan odamman. Bor, gapni ko'paytirmay. Bilginki, shu bugundan bizning panohimizdasan. Shunisiga shukr qilsang-chi, ahmoq. Xullas, yarim soat kutaman. Pul o'z oyog'i bilan kelmasa, boyagi gaplarim esingda bo'lsin. Faqat mentlarga sotaman deb ovora bo'lma. O'zingga jabr qilasan. Tushunarli, dedi Semyon chiqib ketayotib. Men ham erkakman. Erkakmish. Ijirg'anib kuldi David ular jo'nab ketishgach. G'irt xunasaga o'xshaydi-yu. Erkakman deb ko'kragiga urganini-chi. Uni buni qo'y. Endi nima qilamiz? Dedim Davidga turmaga qaytish vaqti yaqinlashayotganiga ishora qilib. David mamnunligidan terisiga sig'may o'tirgan Mamet og'aga bir qarab qo'ygach, soatiga ko'z tashladi. Lekin boplading. Yelkamga qoqib qo'ydi David javob o'rniga. Kutmagan edim. O'lay agar bunaqangi ketib o'rgan razborni yaqin orada ko'rmagandim. Bitta boyning yuragini ololmasak nima qilib yuribmiz? Maqtanib qo'ydim. Hali shoshma. Nasib qilsa, sen bilan bundan ham zo'r ishlarni qilamiz. Baxtimizga Aleksandr omon bo'lsa bas. Bo'pti. Undan ko'ra ayt, nima qilamiz? Qayerga boramiz? Nastyadan pullarni ololmasdan qaytsang, sharmanda bo'lasan. Undan amallab pullarni olish kerak. Keyin to'ppa-to'g'ri turmaga jo'naymiz, dedi David. Ishlarni bitirib, bir ayol tanishimnikiga bormoqchi edim. Kerak bo'lsa, o'sha ayol tanishing turmaga boradi.
David piyoladagi oxirgi chefirni sipqorib o'rnidan qo'zg'aldi. Agar ishlarni aytilgandek bajarsang, Aleksandr seni mukofotlaydi. Shunday ekan, tezroq ishlarni bitiraylik-da, quyon bo'laylik. Vaqt ham tongga yaqinlashib qoldi-yov. Gapga aralashdi Mamet og'a. Kelinglar, ertalabgacha o'tirib, yeb-ichib kayf qilinglar. Ketish bo'lsa qochmas. Qariya, deya Mamet og'aning yelkasiga qoqdi David. Hali ko'p kelamiz siznikiga. Turmada nimalar bo'layotganini faqat Burgut tasavvur qilyapti. Hali biz mentlarga chap berib, Nastyanikiga ham kirib o'tishimiz lozim bo'ladi. Xo'p, o'zingiz xursandmisiz? Terimga sig'may ketyapman, bolam, dedi Mamet og'a ko'zlariga yosh olib. Qariganimda qayoqdagi it-fel boylariga oyoq osti bo'laman deb o'ylamovdim. Sizlarni Xudoning o'zi yetkazdi. U yoq bu yoqdan gaplashib turgunimizcha Semyon kelib aytilgan pullarni qo'limga topshirdi. Shundan keyingina biz mashinaga o'tirdik. Nastya masalasini hal etib, turmaga yetib olishimiz uchun taxminan 3 soatcha vaqt zarur edi. Mashina yo'l bo'ylab o'qdek uchib borardi. Orqa o'rindiqda o'tiribman-u, ko'nglimga qil sig'maydi. Bugun boshimdan kechishi muqarrar bo'lgan ishlarni o'ylab, ich-etimni yerdim. Qalbimning tubidan otilib chiqishga chog'lanayotgan noma'lum hayqiriq esa vujudimni chirmab, asab tomirlarimni zirillatardi. Mayli, derdim xayolan o'zimni o'zim tinchlantirib. Bu dunyoda faqat peshonaga yozilgani bo'ladi. Buni Xudoyimning o'zi necha marta menga bildirib qo'ydi. Kechroq bo'lsa-da bu haqiqatni anglaganday bo'lyapman. Eng asosiysi, tartibli mahbus degan nomga xiyonat qilmadim. Aleksandrdek nomdor o'g'rining ishonchini yana bir karra oqlay bildim. Biroq hayotda so'zimni berib qo'yishim ham mumkin emas. Ayniqsa, hozir meni kutib oladigan turma xodimlari qarshisida qaddimni egmasligim shart. Aks holda shuncha qilgan ishlarim bir pulga arzimay qoladi. Mayli, chidayman. Har qanday azobga toqatim yetadi. David meni turma yaqinida qoldirdi-da, shu zahoti ortiga qaytdi. Ana, turmaning qora yo'lagi, chorniy xot. Sekin bordim-u, eshikni itardim. Ochildi. Ichkariga qadam qo'ydim. Bino oldidagi kichik hovlichadan o'tib, asosiy eshikka yaqinlashdim. Eshik lang ochiq edi. Yo'lakda qo'lida supurgi, latta, chelak ko'tarib yurgan ballandadagi mahbuslarni ko'rdim. Xo'sh, qanday kiray? Hoynahoy asosiy darvoza oldida ofitserlar qilichini qayrab turgandir. Nega bu yerni bo'sh qoldirishdi? Nahotki aynan shu eshik orqali kirishimga aqllari yetmagan bo'lsa? Yo'q. 3-4 qadam bosib ulgurmasimdan narigi tarafdan kelayotgan baland bo'yli, taqamo'ylov kapitanga ko'zim tushdi. Turmaga kelganimdan beri bu kapitanni 3-4 ko'rganim bor. Hamisha yonida kelishgan do'mboqqina mallasoch ayol bo'lardi. Keyinchalik bildim. Ayol kapitanning xotini ekan. Kapitanning yonida qo'lida rezina tayoq o'ynatgancha turma nazoratchilaridan biri ham kelardi. Ular meni ko'rishlari bilan taqqa to'xtashdi. "Joyingdan jilma!" baqirdi kapitan. Turma nazoratchisi esa shu zahoti navbatchilik qismi tomon chopib ketdi. Men buyruqni so'zsiz ado etdim. 2 qo'limni orqaga qilgancha jim turaverdim. Kapitan dadil yurib kelib qo'limni kishalladi. Bu tabiiy hol edi. Lekin bir narsaga tushunmasdim. Odatda men qilib qo'ygan ish hazilakam emas. Turmadan qochgan mahbusni o'nlab askarlar qo'llarida qurol bilan qarshi olishlari, mahbusni turli qiynoqlarga giriftor etishlari kerak edi. Nega meni faqat kapitangina qo'lga oldi? Adashibman. Hali nafas rostlab ulgurmasimdan yo'lak askarlar, ofitserlarga to'ldi. Qandaydir qorindor mayorning buyrug'i bilan askarlar 2 qo'ltig'imdan mahkam qisib iyagimni polga tekkazishdi.
Boshqalari tepa-tepa ikki oyog'imni ikki yonga surib tashlashdi. Tepamga qo'limni kishallagan kapitan kelib sovuq tirjaydi. "Ha, la'nati mahbus!" baqirdi u go'yo o'zini namoyish qilmoqchidek. "Turma onangni uyida keng bo'lib qolibdi-da senga. Ortimdan itda yuguradi deb o'ylaganmiding? Mana, bir lahzada qo'lga tushding." "Itda yuguradi? It bo'lmay kimsan?" Askarlarning bosimi ostida xirilladim. "Itdan battarsan."